birinchi guruh talabasi Zulfiqora Farangiz. Bugun sizlar bilan nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalar motorikasining xususiyatlari mavzusida gaplashib o'tamiz. Rejalarimiz bu birinchi reja nutq nuqsoni haqida umumiy ma'lumot, ikkinchi reja nutq va motorika o'rtasidagi bog'liqlik, uchinchi reja nutq nuqsonlari bilan bog'liq motorika muammolari, to'rtinchi rejamiz motorikani rivojlantirishning yo'l-yo'riqlari. Ishning maqsadi nima? Ishning maqsadi asosan o'sha nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarning qo'l motorikasini rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlarni tashkil etish, asosan o'sha bolalarga motorikani rivojlantirishga qaratilgan korreksion ish tizimini tashkil etishdan iboratdir. Nutq nuqsoni haqida umumiy ma'lumot. Bilamizki, nutq nuqsonlarini markaziy hamda periferik nutq nuqsonlariga bo'lishimiz mumkin. Markaziy nutq nuqsonlariga o'sha bosh miya, ya'ni organik jarohatlangandan so'ng kelib chiqadigan nutq nuqsonlarini aytishimiz mumkin. Periferik nutq nuqsonlariga o'sha o'zi 3 qismga bo'lamiz. Ovoz bo'limi, nafas bo'limi hamda artikulyatsiyon bo'limi. Ushbu bo'limlardan funksiyasini izdan chiqishi natijasida kelib chiqadigan nutq nuqsonlarini biz periferik nutq nuqsonlariga kiritamiz. Bundan tashqari nutq nuqsonlari og'zaki hamda yozma nutq nuqsonlariga bo'linishi mumkin. Yozmaga biz disgrafiya va agrafiya nutq nuqsonini kiritadigan bo'lsak, qolgan barchasi o'sha og'zaki nutq nuqsonlari hisoblanadi. Nutq nuqsonlari, bu fonetik nutq nuqsonlari ham mavjud. Fonetik nutq nuqsonlari tovushlarni noto'g'ri talaffuz qilinishi, buni o'zi ham o'sha dislariya deb o'tishimiz mumkin. Dislariyalar ham bir nechta turlar mavjud. Asosan ikki turga monomorf va hamda polimorf dislariya turlariga bo'lamiz. Monomorf asosan bitta o'sha turga, ya'ni bitta tovushning izdan chiqishi natijasida kelib chiqadi. Polimorf bu o'sha bir nechta turga oid bo'lgan tovushlardagi buzilishlarni biz polimorf dislariya turiga kirgizamiz. Masalan, velik sirg'aluvchi yoki portlovchi tovushlardagi kamchiliklarni polimorf dislariyaga kiritishimiz mumkin. Yirik motorikaga o'sha katta, ya'ni o'sha tana va uning katta mushaklari orqali bajariladigan harakatlar, masalan, yurish, yugurish, sakrash, qo'l, oyoq, yelka, bel kabi tana qismlarining muvaffaqlashtirilgan harakatlarini o'sha yirik motorikaga kirgizishimiz mumkin. Mayda motorika ham mavjud. Mayda motorika bu kichik mushaklar, ayniqsa qo'l va barmoqlar mushaklarining aniqlik va nozik harakatlari bilan bog'liqdir. Ya'ni bu ayniqsa o'sha qo'limizni, ya'ni o'sha motorikani rivojlantirishga qaratilgan barmoqlar va qo'llar yordamida amalga oshiriladigan motorikalarni aytishimiz mumkin. Nutq va motorika o'rtasidagi bog'liqlik, bu o'sha motorika o'rtasida bular ikkalasi juda ham uzviy bir-biriga bog'liqdir. Ayniqsa mayda motorika, ya'ni qo'l barmoqlari, yuz muskullari, til va lab harakatlarining rivojlanishi, og'zaki nutq shakllanishiga bevosita o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolaning barmoqlari qanchalik harakatchan bo'lsa, uning nutqi ham rivoji shunchalik samarali kechadi. Asosiy bog'liqliklar markaziy o'sha asab tizimi va nutq markazlari bilan bir-biriga bog'liq. Motorika va nutq uchun javobgar bo'lgan miya qismlari bir-biriga yaqin joylashgan va shuning uchun ham o'sha bir-biriga chambarchas bog'liqdir. Logopedik amaliyot qo'llanishi. Logopedlar nutq nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlaganda albatta motorika ustida ham ishlaydi. Barmoq o'yinlari, og'iz mushaklari uchun maxsus mashqlar, masalan, labni cho'zish, tilni yuqoriga ko'tarish va bundan tashqari mashqlarda artikulyatsiyon mashqlarni bolada bajartirish ham juda katta ahamiyatga egadir. Va bundan tashqari o'sha bolada qo'l motorikasiga qaratilgan mashg'ulotlarni tashkil etishda no'xat yoki o'sha no'xat, moshlardan foydalangan holatda bir-biridan ajratish yoki bitta idishga no'xat va moshni solganda ikkalasi bir-biridan ajratish ham o'sha bolaning qo'l motorikasiga qaratilgan mashg'ulotlardan biri hisoblanadi. Va bundan tashqari bolaga o'sha artikulyatsiyon apparatlaridagi muammolar bo'lsa, bolada o'sha artikulyatsiyon apparatiga qaratilgan mashqlarni ham bajarish lozim. Nutq nuqsonlari bilan ish bilan bog'liq motorika muammolari. Umumiy motorika muammolari harakatlarda sustlik, koordinatsiya yetishmasligi, yurganda muvozanatni saqlay olmaslik, sakrash, yugurish, zinadan chiqish kabi yirik harakatlarni bajarishda qiynalish, tana holatini boshqarishda noaniqlik.
Va bundan tashqari bolada massaj holatlari ham juda katta ahamiyatga ega. Massaj holatlari o'sha bolada sutqanoq epilepsiya kasalliklari bo'lsa yoki falajlanish ketkazish maqsadida bajartiriladi va o'sha qo'l motorikasini yaxshilash holatiga bajartirish mumkin. O'sha massaj holatlari bolada o'sha epilepsiya, sutqanoq kasalliklari, qanaqadir yuqumli kasalliklar bilan kasallangan holatda bolada massaj holatlari olib borilmaydi. Motorika muammolarining sababchi omillar, o'sha motorika muammolariga qanday sabablar bo'lishi mumkin? Miya faoliyatining buzilishi yoki kech rivojlanishi, bolada o'sha bosh miyasining rivojlanishining kechikishi yoki orqa miyasida bog'liq bo'ladigan holatlar, bu omillar sabab bo'lishi mumkin. Psixomotor kechikishi, rivojlanishning umumiy sekinlashuvi, sensor buzilishlar, masalan eshitish yoki ko'rishda muammolar, genetik yoki tug'ma holatlar ham juda katta ahamiyatga egadir. Artikulyatsion organlar va motorika, bu haqida yuqorida aytib o'tdim, ya'ni o'sha bolada motorikasini rivojlantirishda artikulyatsion mashqlar ham juda katta ahamiyatga ega, o'rni bor. Logopedik yondashuvni qo'llanishi, logopedik o'sha korreksion ish tizimini tashkil etishda bolada dastavval o'sha nutq, ya'ni nafas mashqlari olib boriladi. To'g'ri nafas olish yo'lga qo'yiladi. Og'izdan olib burundan chiqarish, burundan olib og'izdan chiqarish, og'izdan olib og'izdan chiqarish, burundan olib burundan nafas chiqarish. Bu juda ham katta ahamiyatga ega. So'ngra bolada artikulyatsion apparatda o'sha mashqlar olib boriladi. Bugungi mavzuimiz shulardan iborat edi.